Bilasizmi, Misr piramidalarini qurishda Misr uchburchagi mashhur bo'lgan. Bu uchburchakni rasmda ko'rib turganingizdek, arqonlar teng 12 ta bo'laklarga tugun qilib ajratilgan va kattaliklari 3, 4 va 5 bo'laklarga ajratilgan uchburchak yasab olishgan va 5 kattalik qarshisida 90 gradus borligini bilishgan. Va bu uchburchak yordamida hammaga ma'lum Misr piramidalarini qurishda va Nil daryosining sohillarini o'lchashda oqilona foydalanishgan. Misrliklar bu uchburchakdan qadimdan boshlab foydalanib kelishgan bo'lsa, miloddan avvalgi taxminiy 530-yilga kelib Pifagor to'g'ri burchakli uchburchaklar tomonlarining munosabatiga ko'ra matematika faniga Pifagor teoremasini joriy qilgan. Bu teoremaga ko'ra katitlarning kvadratlarining yig'indisi gipotenuzaning kvadratiga teng. Bu yerda to'g'ri burchakka yopishgan tomonlar katitlar deyiladi. To'g'ri burchak qarshisidagi tomon, ya'ni eng uzun tomon gipotenuza deb ataladi. Bunda bu teoremaga asosan eng sodda misol bu Misr uchburchagi bo'la oladi. Haqiqatdan 3 ning kvadratiga 4 ning kvadratini qo'shsak, bizga 5 ning kvadratini beradi, ya'ni 25 ni beradi. Pifagor teoremasi faqat Misr uchburchagiga nisbatan emas, balki barcha to'g'ri burchakli uchburchaklar uchun o'rinli. Misol tariqasida hozir katitlarning o'rniga, ya'ni 3 bilan 4 ning o'rniga biz 6 bilan 8 ni ham olishimiz mumkin. 6 ning kvadrati 36, 8 niki 64 qo'shsak 100 bo'ladi. 100 nimaning kvadrati? 10 niki va bu yerda gipotenuza 10 bo'lib chiqadi. Endi siz Pifagor teoremasini Misr uchburchagiga bog'lab o'rganganingiz uchun endi bu teorema yodingizdan chiqmasa kerak.